بسم الله. نبدأ بإذن الله. الوحدة الثامنة الأطعمة الجاهزة. جاهز degan taom, tayyor. Al-at'imatul jahiza, tayyor ovqatlar. Lug'atlarni ko'ramiz. Al-muqabbilat. Al-muqabbilat bu ishtaha ochadigan, ovqatdan oldin yeyiladigan narsalar. Salatga o'xshagan, shunga o'xshagan narsalar. Tushunarli? Masalan, akalna al-muqabbilat va ba'da zalika tanawalna at-ta'am. Akalna al-muqabbilat, thumma akalna at-ta'am deysiz. Ya'ni birinchi salatga o'xshagan narsalarni yedik, ya'ni ishtaha ochar, salatga o'xshagan narsalar yo'q. Ovqatdan oldin yeyiladigan narsa shular. Thumma tanawalna at-ta'am. Yozilgan? Yaxshi. Ya'ti bilasizlar, ata ya'ti. Kelmoq. Ata ya'ti kelmoq. Buni sinonimi nima edi? Ja'a. Ja'a yaji'u. Yana? Yana. Keyin hadara. Hadara. Ja'a ham keldi, hadara ham keldi. Yana? Hadara. Vasala. Yetib keldi. Vasala. Masalan. Ata fe'li bi bilan kelsa agar, keldi emas, keltirdi bo'ladi. Masalan, ataytu keldim. Ataytu bil kitab. Kitobni keltirdim. Tushundingiz? Ata Yusuf. Yusuf keldi. Ata Yusuf bi sodiqihi. Do'stini olib keldi. O'sha uchun yoniga bani qo'ysak, ma'nosi nima bo'lar ekan? Olib keldi. Ya'ni keldi emas, balki keltirdi bo'ladi ma'nosi. Lozimdan mutaaddiga o'tadi, ya'ni keltirdi, o'timliga o'tadi. Keltirdi. Xo'p, lazizun shirin degani. Bu ovqat mazali. Hada taom laziz. Yamzaju, mazaja, yamzaju aralashtirish bu. Mazaja mozisini yozinglar. Mozisi mazaja, muzorisi yamziju. Yoki yamzaju. Mazaja. Yamzahu emasmi? Bizda yamzahu. Yamzahu ekan bu. O'sha uchun mazaja bo'lsa agar shunga hayron qolayotganimda. Xo'p, mazaha yamzahu. Mazaha yamzahu, hazillashish. Nimaga bu yamzaju bo'lyapti? Shunga hayron qolayotganimda, chunki yamzaju bo'lib kelmasdi-da. Mazaha yamzahu bu hazillashish. Muzahu. Tamam? Olbatun degan korobka, banka, idish, narsa qo'yiladigan idish bilan. Olba. Xo'p. Yaju'u, ja'a yaju'u. Och qolish. Och qolish. Masalan, yaju'u at-tifl ba'dama la'iba. Yaju'u at-tifl ba'dama la'iba. Bola o'yindan keyin chiqadi. Bola o'yindan keyin och qoladi. Al-hisab shot. Masalan, ahdir li hisab. Menga shotni olib keling. Talaba zabun al-hisab. Zabun hisobni Ya'ni mijoz shotni so'radi. Ijtama'a yajtami'u usra. Masalan, ijtama'atil usra. Oila jamlandi. Havla al-ma'ida. Stolning atrofida. Yaxshi. Nima degan ekan? Ijtama'a yajtami'u. Jamlanmoq. Buni yaxshi bilasizlar. Jahiz, tayyor. Istaghraqa yastaghriqu. Vaqtni olish. Bir narsa bir vaqtni olishda xullas. Masalan, vaqtni olish, mana shuncha vaqtni oladi deysiz-ku. Aytamizki, masalan, yastaghriqu i'dadu at-ta'am sa'atan wahida.
taom bir soatni oladi. ovqat i'dadu taom ovqat tayyorlash yastaghriqu sa'atan wahida. Na'am. Kam yastaghriqu al-wusul min baytik ila markazi al-lughati al-arabiyya? 20 دقائق. يستغرق 20 دقيقة. نعم. نعم. أو 5 و إذا كانت تصلين بماذا؟ بالسيارة؟ لا أمشي مشيا. مشيا على الأقدام. طيب. وبالسيارة؟ بالحافلة؟ لا؟ لا فقط بالمشي. إذا أنت لا تجيئين بالحافلة، فقط تجيئين مشيا. نعم. مشيا على الأقدام. طيب. مياه غازية. غازلي ichimliklar. Tamam. At'ima sari'a bilasizlar buni, fast food. Yuaddi ila olib keladi. Nimadirga olib keladi? Bu ham ko'p keldi oldin. Dorra bi zararli, bu bi bilan kelar ekanda aynan. Mali'a bi to'la. Mayli, misol aytamiz bittadan. Masalan, gazli suvlarni yaxshi ko'raman, lekin ularni ichmayman. أنا أحب مياه الغازية. Bitta. Qo'l ko'tar. Marhamat. أنا أحب مياه غازية ولكن لا أشربها. طيب. كينجس أطعمة سريعة. Fast food degan baytim ketdik. Fast food odatda fast food yemayman. Ko'pincha fast food yemayman. لا أكل أطعمة السريعة أحيانا. Faqat majbur bo'lganimda yeyman. أكلها فقط. آكلها فقط عندما مجبور. عندما أكون مضطر nima edi? أو عندما أضطر yoki عندما أكون مضطرا faqat majbur bo'lganda yeyman. Tamam? لماذا لا تأكلين الأطعمة السريعة يا سبحات؟ مثلا chunki ular odamga zararli deng. chunki ular لأنها ضارة بصحة الإنسان. inson salomatligiga zararli. Toshkentda lekin ko'p, hamma joyda kafelar. O'shani aytingchi, Mali'a bilan ishlating, как раз keyingi. Lekin Toshkentda deng, tez pishar ovqatlarni kafelari juda ko'p. Roziya, siz. Kim? Yordamlashinglar. Lekin fi Toshqon. لكن المطاعم الطعمة السريعة buni aytamiz. لكن Toshqon مليئة بمطاعم الطعمة السريعة. بلدة Toshqon مليئة بمطاعم الطعمة السريعة. نعم. تمام. طيب. ماذا يفعل هذا الشخص في السورة؟ ومن هو وماذا يفعل؟ سريعا تيس. هو يضحك. هذا الشخص. طيب. وهذا الشخص ماذا يفعل؟ هو يطبخ الطعام. نعم، هو يطبخ الطعام. هل تستطيع أن تطبخ الطعام يوسف؟ لا تستطيع. أنا لا. من بشرى المدينة أنا لا. نعم، أنا لا أستطيع أن أطبخ الطعام. طيب، من يستطيع أن يطبخ الطعام؟
نعم أنت نعم. ما شاء الله الطالبات كلهن يستطيعن أن يطبخن الطعام والطلاب لا يستطيعون لا يستطيع أحد منكم sizlardan hech kim pishira olmaydi لا سبحان الله القراءة والفهم نقرأ ماذا سنأكل في المطعم؟ ماذا سنأكل في المطعم ها oshxona yoki restoran yoki kafe matom shunaqa أصدقائي kitobga qarang ما رأيكم أن نتناول غداء اليوم في المطعم بعد الدراسة؟ aha Dostlarım, nima deysizlar обедni, Mhm. bugun darsdan keyin obedni restoranda yeyishlikka nima deysiz? bugungi obedni deyapti darsdan keyin restoran o'sha kafeda yeyishlikka nima deysiz ma ro'yukum ya'ni nima deysiz qanday fikrdasiz nam طيب تفضلي سميرة موافقون طبعا إن كنت ستدفع حسابك. aha البته راس بس أنا كامس in kunta satadfa'u al-hisab zo'ram bolalar o'rtoqlar agar أنا شفت وقتلتش agar san in kunta satadfa'u agar sen to'laydigan bo'lsang shotni biz rozimiz gap yo'q tamom siz san bilan birga o'tiramiz agar san nimani to'lasang shotni aha to'g'ri barakalloh in kunta satadfa'u qarang sen kelyapti ya'ni kelajakda agar sen o'sha kelajakda bular o'tirishadi-ku endi yaqin kelajakda nima bildiradi sen agar san o'sha shotni to'lasang deyapti to'laydigan bo'lsang deb tarjima qilasiz shunda to'g'riroq bo'ladi agar sen to'laydigan bo'lsang chunki bu yerda nima bor kunta in kunta satadfa'u al-hisab نقود لا تكفي كل واحد سيدفع حساب ما يأكله ma sayakuluhu من فيلميات هم وزير أساسية وزكتاني barakalloh لا تقلق نحن نمزح معك balandroq la taqlaq لا تقلق نحن نمزح معك ماذا سنأكل في المطعم aha خاطر biz sen bilan hazillashgan edik birga anaqaday ovqatlanamiz ماذا سنأكل في المطعم kafeda nima yeymiz kafeda nima yeymiz بالنسبة إلي سآكل بيتزا باللحم المفروم فأنا أحبها كثيرا من بالنسبة إلي degani menga menga kelsak men qiymali pitsa yeyman va uni juda ko'p yaxshi ko'raman. qiymali Pitsa. pitsa ya'ni اللحم المفروم degani qiyma to'g'rimi فأنا أحبها كثيرا بارك الله بلارو. أما أنا فسأكل شتيرة بالجبن مع البطاطس والمياه الغازية أما من كرتوشكا فري وبشلوقلي ساندويتش يمان وغازلي إچimlik ichaman. aha yaxshi demak shatiro degani nima Kartoshka free. sandwich فسأكل شطيرة بالجبن non ikkita non orasiga narsa qo'yiladi-ku mana shu narsa sandwich men sandwich yeyman pishloq bilan ma batotis ya'ni kartoshka va pishloqli sandwich yeyman val miyahil g'oziya va gazli ichimliklar tanovul qilaman deyapti وأنا سأكل وجبة سمك مع الرز والسلطة. والسلطة ومن baliq yeyman بلغ يمان. vajiba shunchaki ovqatga nisbatan aytiladi tamom ovqatga nisbatan aytiladi ovqat porsiyasiga nisbatan ya'ni bir porsiya baliq deyapti tushundingizmi men bir porsiya baliq yeyman بلغ يمان. mal aruzzi va salata guruch va salat bilan guruch va salat bilan ana shu eng foydalisi qaysi
qaysiniki? Ana shu bo'ldi, ha. Wajbata samak ma'al aruz va salat. Maftuna? وجبة السمك ليس هناك وجبة للسمك هناك أطعمة سريعة فقط. balık bu yerde balık yok. Bu yerde fakat pişirilen fast food var. Bu yerda faqat fast food ovqatlar bor deyapti. Yaxshi. الأطعمة السريعة ضارة بالصحة وغير مفيدة. Fast foodlar Sog'likka sog'lik uchun zarar va foydali emas. emas. Barakalloh Yusuf. Asadbek tafaddal. كل شيء ضارة Kullu shay'in كل شيء ضارة dorrun. ضار Agar muannas bo'lganda dorrotun bo'ladi. Bu yerda kullu shay muzakkar-ku. Tushundingizmi? Dorrun bis-sihhati fi hadhihi al-hayat. Ey do'stim, bu hayotda hamma narsa sog'likka zarar deyapti. Ahammu shay'in an يكون الطعام لذيذا. Aha. muhim narsa shuki, ovqat shirin bo'lishi. أهم شيء أن يكون الطعام لذيذا. هل هذا صحيح؟ لا هل أنت توافقه؟ لا؟ لا أنا لا أوافقه. أنا لا أوافقه. نعم. سأشتري السمك من مطعم آخر. boshqa kafeda yo'q, davom qolib ketibdi. Va nuriduka bitta yuqori. Va ونريدك أن تأكل معنا في مطعم واحد. Va seni biz bilan birga biz bir kafeda ovqatlanishligingni istaymiz. Nuriduka istaymiz seni. Ha? Anta kula ma'ana biz bilan birga yeyishligingni bir kafeda. Ha. سأشتري السمك من المطعم آخر. boshqa kafedan baliq sotib olamiz va سأكل معكم في مطعمكم mufaddali va birga yeymiz. في مطعمكم المفضل. سأشتري السمك من مطعم آخر. Baliqni boshqa kafedan sotib olaman deyapti. Va sizlar bilan birga sizlar istagan mufaddal degan sizlar afzal ko'rgan. Ya'ni sizlar istagan kafeda sizlar bilan birga uni yeyman deyapti. Ya'ni baliqni boshqa joydan olaman-da. Ahmad kafedan olaman, keyin kelib sizlar bilan birgalikda Fidabda yeymiz hay o'tirib deyapti. Shunaqa deyapti. Ha. O, sizga eng qisqasi bilibdi, ha? Xohlaganingdek, mayli. Asdiqo shunaqa deyapti. Xo'p. Ayman nima dedi bu yerda? Ya sadiqi kullu shay'in darun bi sihhati fi hadhihi al-hayat. Ahammu shay'in an yakuna at-ta'am ladhidan. Ey do'stlar, bu hayotda hamma narsa sog'liqqa zararli. Eng muhimi هل كل شيء ضار بصحتي في هذه الحياة؟ لا. مثلا السمك ضار؟ السمك اللحم ضار؟ لا. كل شيء يكون ضارا إذا تأكلين كثيرا. ماذا قلت؟ كل شيء يكون ضارا يا أبا بكر إذا تأكل هذه الأشياء كثيرا. نعم. ولذلك علينا أن نأكل قليلا ولا يكون ضارا. إذا طيب كم وجبة تأكل في اليوم يا يوسف؟ 3 وجبات 3 مرات بمعنى مثلا نيش محل أنا آكل 3 مرات 3 وجبات أنا آكل 3 وجبات في اليوم فطور والغداء والعشاء. تمام. هل أنت تغديت قبل ما جئت إلى الدرس يا أسد بك؟ هل أنت تغديت؟ نعم أنا تغديت
qabla ma ji'tu ما جئت إلى yoki qabla ma ataytu ila dars. Toyib. Demak, tag'odda abid qilish. Men haligacha abid qilmadim. Dars tugasin, borib keyin ujum bilan abidni birga qilaman deb aytingchi, sizmi? Qani kim aytadi? Mana shu qatorlar qani kim buncha aytadi? Qani? Ana تغديت وأنا أذهب إلى البيت بعد الدرس وأكل طعام العشاء والغداء معا. معا. Barakalloh fik. Tamam. Ma tag'addaytu yoki haligacha degan so'z qolib ketdi. Ma tag'addaytu. Haliyan. O'tgan darsda keldik. Laysa shart emas endi. Ma tag'addaytu deyaptilar biz. Faqat haligachani aytish kerak. Laysa ba'du haligacha emas. Emas nima kerak? Emas degan so'z bu yerda. Alloh. Ba'du. Demak, ma tag'addaytu ba'du haligacha ovqatlanmadim. Masalan, haligacha dars qilmadim. Esingizdan chiqibdi ba'duda. Haligacha shuni mashq qilaylik, ketdik. Haligacha dars qilmadim. لا أدرس بعد. Ma darastu ba'du. Ma darastu ba'du. Haligacha kitob sotib olmadim. لا اشتريت كتابا بعد. Ma ishtaraytul kitaba ba'du. Ba'du. Barakalloh. طيب. في أي ساعة تتناول العشاء؟ في أي ساعة تتناول العشاء يا طالب؟ أحيانا أتناول العشاء في الساعة الثامنة. ساعتlar tartib son bilan في الساعة الثامنة emas, في الساعة الثامنة وأحيانا في الساعة التاسعة. بمثلا sen kech ujun qilasan deng. Asadbek. إذن أنت تغدي تتعشى. Demak, tatag'odda abid qilish, tata'ashsha ujun. إذن أنت تتعشى متأخرا يا يوسف. وأنت أيضا كذلك. سبحان الله. Xo'p, endi sizlar aytinglar, qani qizlar. Bu ikkalariga aytinglar qani. Kech ujun qilmanglar, kech ujun qilishlik sog'lik uchun zararlik. لا تتعشى متأخرا Ha, ikkita-ku bular. Ikkalari ham. La tata'ashsham, la tata'ashshayam. La tata'ashshaya. متأخرا لا تتعشيا متأخرتين. لأن هذا ضار بالصحة. تمام. لأن هذا ضار بالصحة. مفهوم؟ طيب. Endi soat nechigacha ujun qilish kerak o'zi bilasizmi? 7gacha. 6mi 7mi? Kim biladi? Men 6 deb eshitgandim-da. Salomatlik bo'yicha mutaxassislardan soat 6 gacha ujun qiling deb eshitgandim-da. Ana shuni aytinglar-chi, ketdik. Soat 6 gacha ujun qilish kerak. Yoki ujun qilib bo'lish kerak. Intaha yantahi min bilan kelsa agar tugatish, bir narsani qilib bo'lish degan ma'noda keladi, bilasizlar. Ha. Masalan, shunday desangiz ham mayli. Inson soat 6 gacha ujun qilib bo'lishi kerak. Ha? Yajibu lil insan an qaranglar, sal tarjimada kech qolyaptilar, sizlar yordam bersalaringiz mayli. Shunda sizlar ballaringiz ko'tariladi. Inson soat 6 gacha ujun qilib bo'lishligi kerak. Yajibu lil insan
mana shuni ham yaxshi. Yajibu lil insan an yata'ashsha ila sa'ati sadisa. Soat 6 gacha ujin qilish kerak. Ujin qilib bo'lish kerak desakchi? Yajibu lil insan an yantahiya min al-asha. Ya'ni bu degani an yantahiya min al-asha degani min al-asha. Asha emas, asha debmanmi o'zi? Yo'q, asha emas, asha. Yajibu lil insan an yantahiya min al-asha ila sa'ati sadisa. Ujin qilib bo'lgan bo'lishligi kerak. Ujin qilib bo'lib tugatgan bo'lishligi kerak. Soat nechagacha? 6 gacha. Va fi ayyi sa'atin 'ala al-insan an yanama. Kim qaysi qator, qaysi o'quvchi? Hal fahimta as-su'al? Madha qultu tarjim? Odam nechagacha uxlash kerak? Naam. Fi ayyi sa'a 'ala al-insan an yanama? يجب للإنسان أن يجب للناس للإنسان إلى الساعة العاشرة يجب أن ينام للإنسان يجب للإنسان أن ينام إلى الساعة العاشرة. نعم نعم نعم. Vaqtli uxlab, vaqtli tur. Ha. Birinchi Abu Bakr qo'l ko'tardi-da, shu uchun Abu Bakrdan so'rayman. Barakalloh. Nam mubakkiron wastayqiz mubakkiron. Tamam? Lekin ba'zilar borda vaqtli uxlaydi. Kech turadi. Ba'zilar bor, kech uxlaydi, kech turadi. Bu yaxshi emas. Vaqtli uxlab kech turish vaqti yaxshi emas endi bu. Chunki inson ko'p vaqti uyqu bilan o'tib ketadi. Shuni aytinglar-chi, ketdik. Ba'zi insonlar vaqtli uxlab kech uyg'onadi. Ba'dun ketdik. Aytdingiz Samira? Sabriga aytdingiz, ketdik. Shuni ayting endi. بعض الناس ينامون ويستيقظون متأخرا رغم أنهم ناموا مبكرا هم يستيقظون متأخرا. نعم نعم. هل هذا شيء جيد؟ ليس. لماذا؟ Bu odamni ko'p vaqtini zoya qiladi. Ko'p uxlash odamni ko'p vaqtini zoya qiladi. Ketdik, Yusufning komandasi. Maftuna. Siz ko'p uxlash insonni ko'p vaqtini zoya qiladi. أن تنام كثيرا يأخذ الوقت الإنسان كثيرا. Bu ham to'g'ri. An yanama al-insanu kathiran ya'khudhu waqtahu kathiran desa ham bo'ladi yoki zoya qilish yudayyi'u vaqtal insan desa ham bo'ladi. Insonni vaqtini zoya qiladi. To'g'ri. Tamam. تحدثنا قليلا حول هذا الحوار. المناقشة والفهم. اختر الجواب الصحيح. نعم. تفضلي سميرة. أصدقاء nimaga qarang, ana shuni ozgina tahlil qilaylik. Asdiqo nimaga oxiri doma bo'ldi? Ha? Asdiqo fa'il. Ta'amachi? Ta'ama maf'ulun bihi. G'ada'i nimaga kasra bo'ldi Abu Bakr? G'ada'i kasra bo'ldi. Abu Bakr. Ahmadjon. Idofa. Ta'ama mudof, g'ada'i mudofun ilayh. Ta'am al-g'ada'i. Yaxshi. Fil mat'ami deyamiz. Mat'ami nimaga bu oxiri kasra? Chunki fi harfu jar bo'lganligi uchun. Mashqlarni qilyapmiz. Keyingi mashqlarni. Tak, bu bet
135 bet. Mashqlarni qilamiz. Yuridu يريد أيمن aymanu أن يأكل ha. Yuridu aymanu an ya'kula samakan fatirata pizza. Ayman pizza yemoqchimi? Tamam. Yuridu aymanu an ya'kula fatirata pizza. محمود Savol, nimaga ya'kulu bo'ldi? Ya'kula bo'ldi? Ha. An o'zidan keyin kelgan fe'lni oxirini fatha qiladi, ha? Yaxshi. Sabohat. يأكل هشام مع الشطيرة في بطاطس مقلية. Batotis maqliya. Tamam. هشام يريد ساندويتش qo'shib Kartoshka fri ham yeydi. Batotis maqliya, kartoshka fri yaxshi. سيطلب محمود وجبة من السمك. محمود bir porsiya baliq buyurtma qiladi. Talaba yatlubu talab qilish ma'nosi bor va shuningdek, agar oshxonaga nisbatan ishlatilsa, oshxonaning ichida bo'ladigan dialogda ishlatilsa, bu zakaz qilish, buyurtma qilish ma'nosida ishlatiladi. Aha. لم يطلب محمود وجبة سريعة لأنها ضارة. محمود fast food Zakaz qilmadi, buyurtma qilmadi, chunki u zararli. yaxshi nimaga tamarbut olyapti? Dorroq bo'lib. Li'annaha nimaga ha bo'ldi ha? Ha qaytadi vajba sariyaga qaytadi. Sariya vajbani sifati. Yaxshi. Ha, siz qolib ketdingiz. بما يناسبها كما بالناس. Nima deyapti? Sil kulla jumlatin bima yunasibuha kama binnas. Matnga o'xshab har bir jumlaning o'zi ma'nosi bilan bog'lagan. Barakalloh. كل شيء ضار بصحة في هذه الحياة. Barakalloh. Aha, la تقلق نحن نمزح معك. أهم شيء أن يكون الطعام لذيذا. ما رأيكم أن نتناول الغداء اليوم في المطعم؟ أحسنتي يا زهراء. مدينة تفضلي. الكلمات التي لا تناسب المعنى. اختاري الكلمة التي لا تناسب المعنى دينا. ma'noga mos bo'lmagan so'zni tanlagin. Masalan, natanawalu ta'ama desa bo'ladi, al-mat'ama desa bo'ladimi? Al-asira desa bo'ladi, ad-dawa'a desa bo'ladi. Dawa'a dorini tanavul qilaman, sharbatni tanavul qilaman, al-asira bo'lsa, ta'am bo'lsa ovqatni, mat'amni tanavul qilib bo'ladimi? Yo'q. O'sha uchun al-mat'amni ustiga x qilasiz. Tamam? Ixtar deyapti-ku, tanlagin o'shani. Tanlab ustiga x qilasiz. Tamam, tafaddali. Maftuna. Vajbatun sari'a bo'ladi. Vajbatun khafifa bo'ladi. Yengil ovqat bo'ladi. Vajba bati'a sekin ovqat bo'ladimi? Bo'lmaydi. Vajba dasima bo'ladi. Dasima nima bilasizlarmi? Yog'li ovqat degan. Ha, barakalloh. Yog'li, dasima. Yozib qo'ydingizlarmi yangi so'z biz? Yaxshi. Dafa'al Yusuf. Amal chiqdi. Dafa'al ujro. Dafa'al ujro bo'ladi. Dafa'al amala. Bo'lmaydi. Dafa'al saman bo'ladi. Dafa'al hisob bo'ladi. Hisob bo'ladi. Barakalloh. Dorun bi Asadbek. Dorun bi qiroati bo'ladi. Ya'ni bo'lmaydi. Dorun bil qiroat deb bo'lmaydi-da. Dorun bil jism deb bo'ladi. Dorun bi sihha, dorun bil aql desa bo'ladi. Aqlga zararli bo'ladi shunda. Lekin qiroat to'g'ri kelmaydi ma'no jihatidan. Robiyan. Endi buni bog'lab chiqamiz. Ahmadjon. Silil kalimata. Silil kalimata bis-suratil munasiba. Munosib Surat bilan so'zni bog'lab tashlang. Vajibatun sari'atan. Vajibatus. 10 tarafdagi ikkinchisi. Tamam. Vajibatun Nabatiya.
Nabatiya degani, ya'ni ko'katlardan iborat bo'lgan ovqat. Birinchisi emasmi? birinchisi. Chapdan birinchisi-ku. To'amun baytiyun. Uy ovqati deyaptimi? O'ntacha birinchisi. Muqobbilat chap tomondan ikkinchisi, ya'ni zakuskalar. Mashrubatun g'oziyatan. Gazli ichimliklar. Chap tomondan oxirgisi. Aha. Ma'kulat bahriya. Dengiz ovqatlari. dengiz ovqatlari. Dengiz ovqatlari ko'rinmaydimi to'g'rimcha? Yaxshi. Ma'kulat bahriya degan dengiz ovqatlari degani. Tamam. اكتب صفة المناسبة اكتب الصفة في الجمل الآتية. to'g'ri sifat foydali munosib sifatni yoz. Quyidagi jumlalarga lazizan mazali, as-sari'a tez, al-ghaziya gazli, al-mafrum qiymali, qarib yaqin. Ketdik. Tanawaltu shatiratun bil-lahmil mafrum. Barakalloh. Sendvichni qiymali go'sht bilan. Ikkinchisini ham o'zingiz o'qing. Akaltu al-yawma ta'aman lazizan. Ta'aman lazizan. Qarang, oxiri ham bir xil bo'lish kerak. Lazizan sifat bo'lganligi uchun ta'amanga bu ham oxiri fatha bo'lyapti-da. Ha? Barakalloh. Uchinchisi. أنا سأشتري السمك من المطعم قريب. O'zi har kim o'zi qiladi. Min mat'amin qarib nima degani? Men baliqni yaqin Kafedan oldim. sotib olaman. Sa'ashtari sotib olaman. Endi sotib olaman. Endi ham qarang, oxirdagi qaribin kasra bo'lyapti. Qaribin nimaga? Chunki min mat'amin oxiri kasra. Sifatlanishga ergashadi-da. Abbaka ergashyaptimi? Ana shundan ham bilsangiz bo'ladi. Keyingisi. Al-wajabatu sari'a. Al-wajabatu to'liq o'qing. Al-wajabatu sari'a daratun bis-sihha. Aha. Nimaga sari'atu tamarbuta olyapti? Chunki vajabatu yo'q, shoshmang. Savolni tushuning. Nima uchun sari'atu tamarbuta olyapti? Ha. Nimaga sari'atu tamarbuta olish kerak? Kim aytadi? Vajabatu nima hozir? Ha? Aqlsiz narsaning ko'pligiga birlik muannas deb qaraladi-da, birlik muannas muomalasi qilinadi. O'sha uchun vajabatning sifati as-sari'a bo'ladi. As-sari'a uning sifati birlik muannas bo'lishi kerak. O'qing-da. Sharikul miyahal g'oziyata ba'da ta'am. Miyahal g'oziyya bo'lar ekanda. Miyahal g'oziyya ba'da ta'am. Xo'p. Al-miyahal g'oziyya. Bu yerda ham o'sha narsa. Diqqat qiling. Abbakir, Azbek. Bu yerda ham o'sha qoida. Ya'ni al-miyah suvni ko'p, ma'unning ko'pligida al-miyah bo'ladi. Al-g'oziyya birlik kelyapti. Aqlsiz narsaning ko'pligining sifati birlik muannas keladi. Al-miyah al-g'oziyya bo'lyapti shu uchun. Tamam, mafhum? Savollar bormi? Istima' wal fahm bor ekan. Yaxshi. Shu yergacha.